Assalomu alaykum Artofarish narkomanlari. Sizlar bilan yana Abdulaziz. Bu 050209. Xo'sh, bugun sizlar bilan nimani ko'rib chiqamiz? Bugun sizlar bilan to'liq akkaunt obzori va ba'zilarda savol bor. 13 rang Soprada to'liq umuman full qancha bo'ladi? Kelinglar, shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. To'g'ri, kamchiliklar bor. Bizomanda 1 klassga endi full. 10-15 ta razlika qiladi. Va yana remontlarga kirishlar. Xo'sh, yana bitta sizlar bilan narsani gaplashmoqchiman. Tak, xo'sh, bular kerak emas. Xullas bolalar, xo'sh, sizlarga 3 ta yangiligim bor. Xo'sh, birinchidan akkaunt 13 rang va Blitz top 4 bu biz uchun ajoyib natija. Men top 1 olishga ham harakat qilardim bir vaqtlar 13 rangda. Xo'sh, AI ham top 3. Sherik akkaunt sal kuchsiz, va taktikam sal boshqacharoq bo'lgani uchun o'xshamay qoldi. 28 minut ham o'tamiz balki. Xo'sh, keling sizlar bilan yana bitta narsani aytib o'tay. Bundan keyingi videoda ana shu ayni baribir ko'pchilik xohlaydi. Vaqtim boricha endi qo'ldan kelgancha video qilaman. Xo'p, sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mualliflik huquqi uchun men nima deydi? Ayni muzika qo'ymasdan video qilmoqchiman. Chunki mualliflik huquqi uchun avtorskiy pravoga YouTube'dan 1000 ta obunachidan keyin monetizatsiya ishlamasligi mumkin. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlagan hollaringizda men nima deydi? Mana bu YouTube'dan nima qilmoqchiman? Pul ishlab topmoqchiman. Kelajakda xudo xolasa yana ko'ramiz. Hozircha kamroq muzika bilan o'yin ko'raman. Xo'sh, kelinglar, undan ko'ra akkaunt ko'rib chiqamiz va fikrlarni yozib qo'yinglar. Rozimisizlar? Yo sharhlab beraymi ayini o'zim yoki o'zini ovozida tursinmi o'yin? Xo'sh, kelinglar, akkaunt ko'rib chiqamiz. Bu deyarli hammada full strelok, pexota, ren, sniper, kayot, pexotalar jalay albatta va bronosos va modifikatsiyada foydalanyapman, chunki mina juda kuchli uron beryapti. Oddiyga 3.5 ming, 4600, 1.5 ming, 2100 va xullas 500 ming shunaqa farq qilyapti. Xo'sh, Jaguar standart, chunki ayda menga shu yaxshiroq. Dikabroz ham standart, Mamont ham shunday, full va hammasi. Xameleon, Strekoza, Krichet, Albatros, Kayman, Alligator, Barrakuda. Va bolalar, sizda savol bo'lishi mumkin. Nimaga tez o'tkazaverasiz bolalar? Chunki nimada bular full, bular unchalik hech kimga qiziq emas va sal vaqtim taqozo bo'lgani uchun shunday qilyapman. Xo'sh, shtab to'liq full bu ham 13 ga, стройный двор, электростанция, центр снабжения, казарма, завод штурм, завод спецмашина, aviazavod, avtodrom, aerodrom, verf, zavod prototip va yadro nimaga chiqmas, yadro nimaga chiqmasligini video davomida tushuntirib o'taman va nima qilsa yadro ochiladi. Ba'zilarga ko'p savol bo'lgan kommentariyada bitta tushuntirish o'rniga men aytib o'taman. Yana balki kelajakda to'liq bitta video qilarman yangilar uchun. Missiya nima xo'sh, stena тоже full, snayperskiy vishka, pushka, puvo, torpeda. Xo'sh, Osamiz 6 klass o'tkazish uchun 8 ta remont qilganmiz. Xo'sh, necho 2.5 mingta chertej bor. Yana где-то 15 rangda agar 7 klassga o'tsa, xudo xolasa ungacha to'playmiz. Krot 6 klassga chertej bor hozircha, bu yaxshi. 7 ranggacha yana yig'ish kerak 7 klass uchun. Legafan, bunda ham chertej yaxshi. 5 klassgacha yetsa kerak. Yana bilmayman. Xo'sh. Rosamoqa 5 klassga chertej bor bunga ham. 6 klassga 18 rangga 7 kuncha qilamiz chertej. Remont shuning uchun asrab qo'yildi. Salamander bemalol 5 klassni ham qo'llab, ortiqcha ham qo'loladi. Eng yaxshi chertej ham eng yaxshi men yoqtirgan giroylardan bittasi va Bizon. Oy. Mening dardim mana shu. Hech narsasi full emas, 12 ga bu narsalar full. Xo'sh, 28 ta chertejlar ancha bor bu degani.
Xo'sh, 7 million zilin, 28 ming gold va 4 dona zvezda qolgan. Men o'zi boshidan full edi bu akkaunt. Xo'sh, app. Xo'sh, Joker event mana. Xo'sh, appga tushamiz. Battle invitation Ya, received. hozir emas. 1380 bitta. Yana bizon bilan gideta remont nimalar qilsa 1400 ga borsa kerak. Va asrab qo'ygan 5 donamiz bor va paklar spacelar hammasi olingan, даже 400 gacha startaviy va space 100, 200, 300, 400 chiqmaydi. Bu yerda geroyskiy ham bor ekan. Ammo kerakli paklardan mana bu va mana bu yo'q hozircha. Agar katta skitkada kelsa olaman. Va sizlarga eng qiziq bo'lgan joyi mana. 279 ta. Hammasi buncha umidida yurish, ammo bu donat kuchi desak ham bo'ladi, lekin 6 yillik akkaunt bu. Lekin eski akkauntim bundan ko'ra ancha yaxshiroq va nima savol berishinglar mumkin, nima yadro ochiq emas edi. Missiya qachonki 50 ta o'ynab bo'linganda va turnirda 20 ta pobeda bo'lgan payt men yadroni ochib bilaman. O'sha turnirga 20 ta pobeda qilish necha oson narsa. Men hozir eventda ana shu ay bilan ko'proq bo'lib qolganim va ikkinchi akkauntim bilan bo'lib qolganim uchun vaqt ko'pga ketib qolyapti va sizlarga hozir umidini ham ko'rsataman. Xo'sh, mana ay bilan va blitz bilan qolib ketdim va kichik akkauntim bor. Mana bu akkaunt, tak. Mana shu akkauntda ko'p o'ynadim. Xo'sh, 4 ta, 8 ta, 9, 11, 12, 13, 14 ta, 15 ta ay medal bo'ldi xudo xolasa. Va bitta turnirdan eng kichikligidan 16 ta medal bo'ldi. Xo'sh, yomon natija emas. Va kelinglar o'yinga kiramiz. Xo'sh, zapaslarim yaxshi edi, chunki nima o'yinchi qo'shlarda 274 edi, ancha oshdi va 18 bitkada ham tayyor o'yinlar bor. Zapas ham bor bunda. Bunga ham zapaslari yaxshi. Mana ko'rib turishinglar. Mana bu kerak va mana bu kerak. Xullas 4 tasi kerak va 3 ta tayyor bor bu bitkada. Va bu bitkada yana. Bu ochilsa bunga yana to'plash kerak ekan. Xullas har event o'ynasam mana shu akkaunt oshadi. Kuchi. Xo'sh, yana nima? Kelinglar boostlarni ko'rib chiqamiz. Qanchadan boost? Boostlar, kelinglar goldni ko'ramiz to'g'ri. 500, 300 xullas boostlar yaxshi, kam emas. Yetadi. Chidasa bo'ladi. Xullas shunaqa. Avatarlar qiziq bo'lishi mumkin. Avatarlarni ko'rsam faqat space'larniki bor. Bunaqa avatar VIP'lar olinmagan bizada. Agar donat qilib beradigan bo'lsa, agar homiy bo'lsa, biz qilamiz. Aytib o'tdim-da. O'zbek bayroq tinch, o'zbek sila. Xo'sh, qo'llar, like, comment, tushuncha nima uchun, content uchun. Xo'sh, akkaunt haqida fikringlar va sizlarni e'tiboringlarni tortgan bo'lsam xursandman va kanalimda ko'proq qolinglar. Agar aktiv ko'payaversa, men iloji boricha ko'proq vaqt sarflashga harakat qilaman va yaqinda xudo xolasa streamga donat ham ulayman. Donat qilib beradiganlar bo'lsa, bemalol. Va rahmat, ijodimizni hurmat qilasiz degan umiddaman. Like, comment, addushi kutaman jigarlar sizlardan. Like bosib qo'yinglar, bu menga yana nima bo'ladi, motivatsiya bo'ladi.